Assalomu alaykum hammaga, YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga kullerning assortimentlarini bitta ko'rsatib beraman. Xo'p, kullerimiz assortimentlari shunaqa har xil variantlaridan bor. Pastga qo'yiladigan nijniy zagruzka deysizlarmi, ventilyatorli, choynakli, hammasidan bor. Hozir bitta modelini aytib chiqaman sizlarga. Hammasini modellarini qanaqa funksiyalari borligini ko'rsatib beraman hozir hammasini. Hop, birinchi modelimiz bench modeli bo'ladi bu. Va nijniy zagruzkali bo'ladi. Suv tagiga qo'yiladiganli bo'ladi. Bunaqa sveti va qora svetlari bor. Ikkalasi ham nijniy zagruzka bo'ladi. Buni narxlari bir xil. Buni bemalol telefon qilib so'rasanglar bular narxlarini, hozir narxlarini ayta olmayman chunki narxlari o'zgarib turadi buni. Masalan, bu videoni siz 6 oydan keyin ko'rishingiz mumkin yoki 3 oydan keyin ko'rishingiz mumkin, yoki bo'lmasam 1 yildan keyin ko'rishingiz mumkin. Bu paytda narx-navolar har xil bo'lishi mumkin. Narxlarini bilish uchun 91 290 67 77 nomeriga telefon qilsanglar bo'ladi bemalol. Keyingi modellarimiz Next. Bu ham nijniy zagruzkali bo'ladi. Pastga qo'yiladigan model. Bemalol ko'rsatib bo'ladi. Bu nerjvikali, bu yerlari ham nerjvikali. Bu joylari ham ancha kattaroq modellaridan bo'ladi. Keyingisi idealdan bo'ladi. Idealdan bu ham pastga qo'yiladigan modellar hisoblanadi. Buni faqat shu rangidan qolgan. Hop, keyingisi oddiy abishli gullarlar hisoblanadi. Buni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi orqalari freonli, ventilyatorli emas, kulchatorlari bor. Qozonlar nerjvikali bo'ladi, ichidagi qozonlari ham. Shu 3 tali bo'ladi. Issiq suv, iliq suv hamda muzli suv chiqarib beradigan bo'ladi. Bular eng hadovoy modellar hisoblanadi ikkalasi. Bu 901 modelimiz Next 2. Bunisi 903 modelimiz. Shunaqa rombikli bo'ladi, chiroyli gullari bor. Bularni ham bemalol qilsanglar bo'ladi, telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Bu ikkalasi ham tepada turadigan hisoblanadi bular. Suvlari tepada turadiganlar. Keyingi modelimiz Next X7 modeli hisoblanadi bu. Bu modelimizda tagida mini xolodilniki bor. Tagi xolodilnikli bo'ladi bular. Hop, keyingi modelimiz Ayvan 2 bo'ladi. Ayvanning tagi xolodilnikligi hisoblanadi bular. Ichlari nerjvikali bo'ladi, freonli bo'ladi, 3 xil funksiyali bo'ladi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ayvanning xolodilnikli versiyasi bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz Next bo'ladi. 193 modelini oq rangi bo'ladi. Bu yerda ko'rsanglar sensorli bo'ladi. Har xil funksiyalari bor. Tabloda ko'rsatib turadi funksiyalari. Buni suvi tagidan to'lib keladi bular. Tagidan to'lib fontanga o'xshab tagidan chiqadigan blok bo'ladi. Bu yerda suv isitadigan funksiyasi bor. Bu yerda har xil sensorli knopkalari bor. Buni qo'shimchasiga o'zini pulti ham bo'ladi. Xuddi shunaqa masofadan boshqarsangiz ham bo'ladi buni. Buni ham suv tagida turadi. Buni qora rangi ham bor, grey rangi ham bor. Xuddi shuni bemalol ko'rsatadi. Dizaynlari va chiroyli. Keyingi modelimiz shunaqa bo'ladi. Next 2 bo'ladi. Bu shunaqangi kranli bo'ladi. Buni ham bemalol ko'rsatib bo'ladi. Bu yerda funksiyalari bor, har xil funksiyalari, sensorli bo'ladi. Bu yerdan chiqadi. Buni ham xuddi shunaqangi tegidan to'ladigan variant hisoblanadi. Bu choynakli nimalarimiz yana boshqachalari ham bor. Rangi boshqachasi, bu yerda tablosi chiqqanroq versiyalari ham bor. Bunga tepasidan to'ladigan versiyalari ham bor. Bu modellardan ham qilib beramiz. Hop, keyingi modelimiz Volton'niki. Volton bu ham nijniy zagruzka bo'ladi. Bu ham arzon narxlarda beramiz. Xuddi shu ranglardan bor. Faqat shu rangidan qolgan. Keyingi eng arzon kullerimiz bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu ventilyatorli hisoblanadi. Narxi juda arzon chiqadi. Bu ventilyatorli bo'lgani hisobiga narxi juda arzon chiqadi buni. Buni ham 1 yil garantiyasi bor. Hamma kullerlarimizni 1 yil ofitsialniy garantiyalari bor, servis sentrlari bor. Xo'p, yana kullerni so'raganlarga, boshqacha kullerlarimiz ham bor. Mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Juda assortiment katta kullerda, boshqacha modellardan ham bor. Eng hadovoy modellardan vitrinaga ochib qo'yganmiz. Yana qanaqadir boshqacha kullerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan topib beramiz. Iloji boricha qo'ldan kelgancha eng hadovoy yaxshi modellari shu yerda joylashgan kullerlarimiz. Kim kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Manzilimiz Abu Sahiy G 123 do'kon.